Assalomu alaykum aka. Bize Bag'ot tumani Qulan Qorabog'da Mehnat yo'li mahallasi Marhamat ko'chasi 40-uydamiz. Damkom Ergash akaning uyida. Bu yerda ham ko'mir atroflarini ishlarimiz etib berganmiz. 20 kunlarda ishini aytib berdi bizga. Bugun bitirib topshirib, yoqib qizdirib berdik. Uyimizda o'sha 9 tochka bo'ldi, 7 yera batareya qo'yildi. Uyimizda 125 stuk duralimin batareyalarimizni qo'yib berganmiz. 80 metr padatchabratga turba yetdi. Dalanımız ullu bo'lgani uchun 20dan 2 yere qo'yib berdik. Bu birinchi batareyamiz va ikkinchi batareyamiz. Keyin ko'paylarga boramiz. Uylarni o'lchamaga borganimizda uyimizda 5 tochka, 6 tochka bo'ladi dedi. Ularga qachon tavsiya etsak, yo'q, kichkinasi bo'lmaydi dedi. Bu uyimiz yine 3. batareyamiz. Katyolni şu çıkan yerde qo'yganmiz. Şöyle dalanın to'rnacha 11 metr. Keyin bu yanda oxirgi batareyamizgacha 15 metr. 26 metr bilan borib turibdi podacha apparatimiz. Shuning uchun 6 tochka, 7 tochka bo'lsa ham joyini ob'yomini qarab qo'yiladi katyol. Kichkinaroq bo'lsa 10 tochka bo'lsa ham gap yo'q. Kichkina katyol qo'yilaveradi shu joyga moslashtirib. Çankanalarımızda hadi. 4. batareyamiz. Hemmesine 90 gradus bo'yiga rossiyalik kranlarni qo'yib ishlab berganmiz. Otoplarni o'tirgan vaqtda shu katyollardan joyni ulli kichikini ham qarash kerak. Kichkina joylari 10-12 batareya qo'ysangiz ham kichkinaroq 200 kvadrat, 150 kvadratlik katyol qo'ysangiz bo'ladi, lekin joyini uzoqligini qarab, turba katyoldan uzoq tortilishini hisobga olib, ulug'roq katyol qo'ysangiz, amaliyot biladi, bo'lmasa qizdirolmaydi. Ko'p yerlarga borganimizda, o'z joyim kichkina katyol olib qo'yibman, bizga farqi yo'q, biz qo'yib beraveramiz. Ulug' katyol, kichkina katyol ertaga qizdirolmay qolsa, biz javob beramiz. Biz shu qo'ygan ishimizga aytganimizda şu joyini şu katyol qizdirib biladi desek, şu katyolni qo'yib qizdirib topshiramiz. Bu uyimizda hamma material o'zlarimizdan bo'ldi. 29 milyon so'm pul chiqdi. İşni boshlagan burun 800 dollar avans olganmiz. Ularni ham hisob kitob etib, qaytib polni spesiya etib, novdan challim ishlayotgan bo'lsak, hammasini spesiya etib ko'rsatdik. Katyolun dışarıdan o'zlarimiz samodelga katyol, nasos sistema etib ishlatib berganmiz. Hali nasoslarni qo'shmadik, unda kraniklarni ochib qo'yibmiz, samodel o'zi yetib turibdi. 60 gradusdan o'tib turibdi yine. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomerlarni qoldiramiz, bog'lanaverasizlar. Shu kanalimiz rivoji uchun like'larni bosib, kanalımıza abone olup, kommentarda fikirlerinizi bildirip koyinglar. Pastda nomerlarni qoldiramiz, bog'lanaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.